İyi. İyi. Qo'llarida joy namozmi? Qoyil ha. Bo'lar ekan-u. Assalomu alaykum. Yonida kitobi ham bormi? Mulla yigit, muborak bo'lsin. Nimaga o'zi bular? Namoz o'qishimga dedi. Qani, bitta ko'ring. Endi bu yangi hobbida yoki modami? Yo'q, nimaga unaqa deysiz dedi? Namoz hamma o'qish kerak ekan, shunga biz ham o'qisak yaxshi bo'lardi degandim. Nuqul befoyda narsalarni tanlab yurasan. Nimaga foydasiz bo'ladi bu? Foydasi bor. Axir namoz Valda, bo'ladigan ishni qilsang-chi. O'rgildim sendagi mulladan. Nima endi? Shuncha tirikchilik qolib ketarkan-da shu bahona bilan. Endi er-xotin ikkalang bemalol namozga kirib olib, namozxonman deb, zo'r bahona topibsan. har bir insonni namoz o'qishi farz ekan. Shunga shu paytgacha bir og'iz aytmagan ekansiz. Shuning uchun Ey bola, bu narsani boshlashdan oldin o'ylash kerak. Oxirigacha yetkaza olamanmi yoki yo'qmi? Men seni bilaman-ku. Bir narsani boshlasang 3 kun, ko'pi bilan 3 kun. Keyin tashlab qo'yaverasan. Uni tashlab boshqasiga o'tasan. yo'q, bu safar unaqa bo'lmaydi dedi. Men astoydil o'rganmoqchiman. Tavba. Ey, bo'lmagan gap. Yig'ishtir dahmazangni. Ha, ke bolam? Tinchlikmi? Bu nima bu qo'lingdagilar? Mana o'g'ling binoyida namozxon bo'pti-ku. Ay. Moro bo'lsin endi. Bu qanchaga davom etadi? Hech qancha davom etmaydi. Bor yo'g'i 3 kun. Unga yetmasdan ham tark etadi o'g'ling. Ha, oilang nima bo'ladi? Uylangansan, ishlash kerak, kelin bor uyda. Uni boqish kerak, sen ishlamasang, kelin ishlamasa. Kim boqadi bolam? Ishlayman oyi, boshqa ish topmoqchiman. Ha, bu xotiningga o'xshab ikkalang uyga kirib olib, faqat namoz o'qiydigan bo'lsang, tirikchiliginglar to'xtab qoladi. Dadangning o'zining ishlari bor. Qachongacha? To'xtamaydi oyi. 2-3 ta namozxon bolalari bilan boshqa ish qilmoqchiman. Qachongacha? Yangilik, olam shumul yangilik. Oy, qo'lingdan keladigan ishni qil. Bu senga emas. Nimaga menga emas dedi? Hamma o'qish kerak namozni. Hey, Hey, seni qo'lingdan kelmaydi. Har kim o'qish kerak bo'lsa, sen hali tayyormassan. Bu bo'sh vaqti bor. Ana xotiningga o'xshab uyda bekorchi o'tiradigan, xotirjam inson bo'lsa unda yo'li boshqa. Bunaqa emas ekan, oyi, har bitta inson o'qish kerak ekan. bo'ldi qildi, aql. Hey, menga qara. Dadangga, menga aql o'rgatyapsanmi sen? Ha? Dadasi, qo'yvering. Xuddi siz aytganingizdek 2-3 kun o'tib ketadi. Katta pul topib o'rgangan bu uyda o'tira olarmidi? Bo'ldi qil endi. Qo'lingdan kelgan ishni qil, bo'ldi. Bor, uyga kir. Bor. Yaxshi borib keling dadasi. Xo'p. Tavba. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Xo'p, mayli. Xo'p. Voy ey. May ichsang bir jonon bilan ich deyishgan. Mana zo'ridan. Voy dadasi, bugun ishlaringiz rosa zo'r bo'lganga o'xshaydi-ya. Bugun bilasanmi qancha sotdik xotin? Qancha? 3020 Yo'q. Bilasiz-ku. Bilasanmi xotin, har doim mana shunaqa kayfiyat bo'lib turganda, pullar to'kilib turganda buni yuvib turish kerak. Tozalab turish kerak. Ichimsiz. Qo'ying dadasi. Ichizman-da, ichizman. Voy, to'xtang. Mana bundan quyaymi? Bu nima bu? Ochilgan-ku. To'g'ri. Qo'ying Uvol dadasi. bo'lmasligi kerak.
Voy, to'xtang. Hozir telefonim Voy, qaniydi? qo'ysang-chi. Bu Hozir aroq. internetdan. Buni muddatini bilasanmi? Buni muddati buzilmaydi ham. Hech qachon aynamaydi. Keling, internetga bitta telefon qilaman. Yo'q, kerak emas. Bir deganda olib kelib berishadi. Dadasi, ochilganini ichmang. Yaxshisi zo'rini olib kelib Mana beradi. shundan yana 8 ta yashiga turibdi ichkarida. Avval mana buni tugataman. Keyin ulardan boshlayman ichishni, ha? Ey o'g'lim. Mana dadasi. Ey o'g'lim. Mayli ochilgan bo'lsa ochilgan, nima qilamiz endi? Elita olmaysanmi? Bizga sherik bo'lmaysanmi? Bizni xursandchilikka qo'shil. Xursandchiligimizni sababi nima ekan? Bugun har galgidan 4 barobar ko'proq oshiqcha pul topdim. Yashang dadasi, yashang. Shuni nishonlayapmiz. O'zi bor gap ekanda dada. Nima bor gap ekan? Alloh bandasini pulli qilsa, bandasi shaytonga qullik qilar ekan. Voy. Hey bola, dadangga nimalar deyapsan? O'ylab gapiryapsanmi? Menga qara. Ichsang ich. Ichmasang meni kayfiyatimni buzma. Tirchib ket bu yerdan. O'zi shundoq ham ichkilik bor joyda o'tirmayman. Nima? Qani ot. Oling dadasi. Ertaga ishlaringiz bundan ham zo'r bo'lsin. Qara qilig'ini. Voy. Qo'lidagi kitobda hammasi gap. Qo'ying. Kayfiyatingiz buzmang dadasi. Oling. Menga qara. Buningni-chi kim aynitgan bilasanmi? Kim aynishi mumkin dadasi? Buni o'sha xotini aynitgan. Bunga esa sen sababchisan. Dugonamni qizini olib beraman deding. Mana olib berganing. Bir zamonaviy, bir taxtlik qiz olib bersak, balki ikkalasi baxtli bo'lib o'tirarmidi? Bir-birini tushunarmidi er-xotin? Biz ham ularni tushunarmidik? Bular hayotda el bo'lmaydi. Dadasi, tush ko'ribmanmi? Buni qizi bunaqa bo'lib ketishini. Bizga qo'shilar deb o'yladim. Biz ko'pchiligimiz yengamiz deb o'ylagandim. Qayerdan bilaman bunaqa bo'lishini dadasi? Men buning oqibatidan qo'rqyapman, xotin. Bilasanmi, shuncha yildan beri biznesdaman. Chakana odamlar bilan ishlamaganman. Nechta odam bilan oldi-berdi qildim, boshqa narsalar qildim. Shularni ichida bir hojisi bor edi. Shermatmidi, Xolmatmidi? Hojiman aka, men hojiman deb menga ishonavering deb meni 120 ming dollarga tushirib ketgandi. Lekin birorta alkash meni bir tiyinlik pulimga haligi ko'z olaytirmagan, aldab ham ketmagan. Ular mard bo'ladi-da dadasi. Haqiqatan ular mard ekan. Ish qilib bu ham hoji bo'lib birortasini aldab uyimizga pul so'rab keladiganlar ko'payib ketmasa bo'ldi. Voy xudo asrasin dadasi. Voy. Akajon, o'g'lingiz meni shuncha pulga aldab ketdi, shuncha pulimni olib qo'ydi, desa nima qilamiz keyin? Voy xudo asrasin dadasi. Iymonliman, namoz o'qiyman deb aldab meni ishontiruvdi. O'zi hamma narsa shu hojakaradan chiqadi. Kelib meni o'g'lim hoji bo'ladi, namozxon bo'ladi deb hech o'ylamagandim, rostini aytsam. Dadasi. Namozxon bo'lgan o'rgilay sendan. Dadasi, to'g'ri aytasiz. Shu kelin buzdi buni. Bu tuppa-tuzuk bola edi. Shu ajratamizmi? Dadasi, nima deysiz?
Bo'ldi, to'g'ri kelmadi bir-biriga deymiz. Bir-birini yoqtirmadi deymiz. Ajratib yuboramiz. Boshqasini zo'rini olib beramiz. A o'g'lingiz qo'yarmikin? Kimga kerak ekan bunaqa namozxonlar? Tuppi tuzuv bolani qara nima qilib qo'ydi. Uyga tiqib qo'ydi. Bir kunda 2000-3000 topib keladigan bola edi-ya. Hozir endi buni qara. Uyalmaydi-yami? To'g'ri aytasiz dadasi. Voy, hammani tilda dostona deb olamiz. Hamma maqterdi, butun mahallani havasi kelar edi. Bo'pti, gazak tugadi, bor olib chiq. Faqat Alloh bilar dil siringizni. Ibodatda poklang taqdiringizni. Da'vat nasihatlar foyda bermasa, namozga chaqiring bir-biringizni. Boshdan tushuntirib ko'ring eng avval. Savobu gunohin ayting loaqal. Senday do'stdan kechdim deb ko'ring bir gal. Namozga chaqiring bir-biringizni. Bolam, necha yoshga kirding deb so'rang. Hali ulgurasan deb ayta ko'rmang. Kofirlar bezatgan yo'llardan yurmang. Namozga chaqiring bir-biringizni. Erta indin deysiz, vaqt o'tar essiz. Bir kuni siz qattiq pushaymon yeysiz. Ey Alloh, bu sinov qayerdan keldi? Men yomon g'aflatda qolibman deysiz. Hech narsa o'zgarmas. Holing bo'lmas tang. Har kuni 1 soat avval uyg'onsang, ko'ngil oynangizni bosib qolmay chang. Namozga chaqiring bir-biringizni. Sizga rahbarmi u yoki qulingiz? Bu vazifa sizning hayot yo'lingiz. Uyg'oting o'g'ilmi yoki qizingiz, namozga chaqiring bir-biringizni. Zamonlar bir unday, bir bunday kelar. Islomning nomini g'ayridin bulg'ar, ammo bir muammo yurakni cho'g'lar. Namozga chaqiring bir-biringizni. Bu so'zim kimgadir qattiqroq tegdi. Ahad nasihatni boshlama dedi. Ne qilay loqaydlik ichimni yedi. Namozga chaqiring bir-biringizni. Faqat Alloh bilar dil siringizni. Ibodatda poklang taqdiringizni. Da'vat nasihatlar foyda bermasa, namozga chaqiring bir-biringizni. Namoz dinimizning 2-rukni hisoblanadi. Namoz Alloh taolo bizlarga bergan hadsiz hisobsiz ne'matlarga shukronadir. Namoz solih amallarning eng afzalidir. Solih amal tufayli banda Alloh taologa suyukli bo'ladi. Namoz jannatning kalitidir. Namoz dinning ustunidir. Namoz mo'minning merojidir. Namozxon odam ilm, xotirjamlik, shoshilmaslik, viqorlik, sabr kabi shaxsiy sifatlarga ega bo'ladi. Alloh Qur'oni Karimning ko'plab oyatlarida namoz o'qishga amr etgan. Namozni mukammal ado etingiz, zakot beringiz va ruku qiluvchilar bilan birga ruku qilingiz. Baqara surasi 43-oyat. Namozni mukammal ado etingiz va zakot beringiz. Baqara surasi 110-oyat. Inshaalloh to'liq o'rganaman. Namozni ado etganingizdan so'ng Allohni turgan, o'tirgan va yonboshlagan holingizda eslang. Xotirjam bo'lganingizda namozni to'liq ado eting. Albatta namoz mo'minlarga vaqtida farz qilingandir. Nima qilib o'tirimiz bu yerda? Hozir Botir akam kelsin. Maslahatlashadigan gaplar bor. Ya, assalomu alaykum, Xormeli. Assalomu Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Tinchlikmi?
hech yig'ilish qilmasdik. Chaqirib qopsizlar. Ha, Ali? Nima gap? Qovog'ingizdan qor yog'ib turibdi. Nima gap? Bundoq bir gapiringlar-chi. Men ham sizga o'xshab bir soatdan bir qiziq o'tirman. Xullas, faqat gaplarimni oxirigacha eshitinglar, iltimos. Xo'p, gapir qani. Biz noto'g'ri yo'lda yuribmiz. Shunga aroq, vino, sigaret, qizlar aralashmagan birorta biznes qilsay degan taklifim bor edi. Sen hazillashmayapsanmi? 3-4 kundan beri uxlolmayapman-da. Yo'q. O'ylab gapiryapsan bu gaplarni? Ha, bu biznes uchun qancha pul tikib qo'yganimizni bilasanmi? Shu gaplarni sen aytayotganingga umuman ishona olmayapman. Hammasi Allohdan ekan. Menga shunaqa deyishdi. Bilasizlarmi? Men hamma narsadan voz kechmoqchiman. Nima qilasan? Voz kechaman. Tomi ketib qolganmi bolani? O'ylab gapiryapsanmi? Ha, o'yladim. O'ylading? Nimani o'ylading? Yo'q. Bu hazillashyapti. Men hech tushunmayapman. Hech narsaga tushunmayapman. Hisobchi gipnoz qilib qo'ygan buni. O'shandan keyin shunaqa bo'lib qoldi. Bo'ldi, hamma narsani yig'ishtirdim. Men bilaman buni. Sababi boshqa. Buni o'zidan bunaqa fikr chiqishi qiyin. Buni xotini aytgan. Xotin quli emasman. Bu gaplaringiz noto'g'ri. Men bilan har kuni ichib boraverganimga yashagisi ham kelmayapti uni. Ey, Odamga o'xshab yashagim kelyapti. Tushunyapsizmi? Ichkili ichaverib, uyga ham bormayapmiz. Shu ham Nima? hayotmi? menga qara. Seningcha biz nima odamga o'xshab yashamayapmizmi? Ha? Unaqa deyotganim yo'q. Tushunsangiz-chi, men Aybni boshqalardan axtarmagin. Burningni silishiga mana shu buzuq og'zing sabab bo'lishini eshitganmisan? Nima gap ekan deb, og'zim bor ekan deb hamma narsani gapiraverasanmi? Hech kimdan kam joyimiz yo'q. Yaxshi yashayapmiz, to'g'rimi aziz? Hayotimiz zo'r. Nimasi yoqmayapti senga? ichkiliklar, chekishlar, qizlar yoqmayapti. Men namoz o'qishni o'rganmoqchiman. Bo'ldi. Asabiylashmanglar. Menga qara do'stim. Sen o'zi qanaqa buni yuqtirib olding? Ha, bu qanaqa yuruvding oldin? Sen namoz, iymon deyapsan. Bu amal qilib qo'ying oldin. Ehson qil. Yaxshilik qilgin, sadaqa ber. Yetim yesirlarga, beva bechoraga yordam ber. Ishingni yig'ishtirib qo'ysang, qanaqa qilib birovga yordam berasan? Mana aziz to'g'ri aytayapti. Men misol uchun jumaga chiqaman. Bilasan-a? Sanchi? To'g'ri. Jumaga chiqsak, ehson qilsak, namoz o'qisak, keyin kelib bu yerda ichib o'tirsak, atrofimizda qizlar bilan quchoqlashib o'tirsak, qanaqa bo'ladi bunda? Shu ham hayotmi? Menga qara. Ochig'ini ayt. Seni maqsading nima? Xullas, klubni men ishlatmoqchi emasman. Agar ishlatsanglar, har kuni 500 mingdan berardim o'sha uylarga. O'zim kamida 20 million uyga olib kirib ketaman. Xabarlaring bor. O'sha bir kunda 20 million, 22 million tushadigan pulni uchovinglar bo'lib olishinglar mumkin, agar xohlasanglar. Men o'lishimdan kechdim, Jafar. pulimdan ham kechdim. Nimalar deyapti bu? Ey, bu ishni boshlashimiz uchun qancha mehnatimiz, vaqtimiz ketganini bilasanmi? Qancha Aka. pul tikkanimizni o'zing yaxshi bilasan-ku. Xohlasangiz yuritavering, men roziman. Gapiravermang. Qarorim qat'iy. Sen hozir shunga rozi bo'lyapsan.
ertaga sal ko'tarilganimizdan keyin kelib muncha pulim bor edi. Men muncha tikkandim. Tilxat yozib beraman. Hammasidan Bundan kechdim. chiqadi shunaqa gap, to'g'ri aytyapsan. Men lafzimdan qaytmayman. Menga qara. Seni boshing og'riyapti menimcha. Senchi bir 200 gram ichib o'zingga kelgin a? Nima deylar bolalar? To'g'ri. 200 gram ichsin, yaxshiroq bariga borib gaplashib o'tiramiz. Ha, sal o'zingga kelib olgin. Ana undan keyin bafurja gaplashamiz. Sauna, pauna, basseyn, masseyn. Sen hozir o'zingda emassan. Nimalar deyapsan sen? Umuman tushunmayapman. Xullas, Nargiz meni qidirib kelib qolishi mumkin. Unga ham to'g'ri tushuntiringlar. Bo'ldi. Yig'ishtiraylik. Hozir bir vasiyat qilishni boshlaydi. Sal uxlab Yur, o'zingga kelib olgin. Ketdik. Amin. Sen bir o'zingga kelib olgin, keyin gaplashamiz. Seni o'sha. Bo'pti, sen bu narsa chakib olgin. Xotin, men senga bir chiroyli tilak aytaman. Bo'ldi. Eshit. Bo'ldi. Ikki dushmani bor erkak kishini. Biri manmanligu, ikkinchisi esa til. Yashang. To'xtatadi yurib turgan ishini. Menda shu ikkalovi yo'q-da. Voy zo'r Qani shuning uchun dadasi. ichamiz. Qani oldik. Oling. Siz uchun. Iye, ey, ayolparast. Ana, bu yoqqa kel. Bu yoqqa kel dedim-e. Voy, sen dadang chaqiryapti, kel bu yoqqa. Vah. Ha? Yana ichyapsizlarmi? Dada, yana ichyapsizlarmi? Oyi, Ber. narigi xonada men namoz o'qiyapman. Ey bola. Axir yoshinglar ham katta bo'lib qoldi-da. Nima? Mendan uyalyapsanmi? Ha? Men bilan faxrlanishni o'rniga uyalyapsanmi ichayotganimga? Dada, qo'ying. Dadasi, o'tiring, ey. Aslida sen uyalishing kerak. Ay. Men Ha? sendan uyalyapman. Mana bu ahvolingni ko'rib. Ey. Erkak degan harakat qilmaydimi? Boshim. Oilaga bir ikkisin pul topmaydimi? Nimaga xotiningning uyiga bording? Ne bording? Bormasang bo'lmasmidi? Yursa yuraversin edi o'sha yoqda. Ne bording? Ha. Usiz hayot davom etmaydi, to'xtab qoladi. O'shanga bordingmi? Oyijon, musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi-da. Sana. O, namozxon. Eshit meni. Erkak kishi pul topishni o'ylash kerak. Sen xayolparast. Oldin ham shunaqa eding. Qo'zi qorin yetishtiraman, quyon boqaman deb qancha pulimni boshini yeding. Xo'sh, nimaga erishding? Endi bu qilig'ini chiqaryapsan. Dada, bu qiliq emas, bu farz-ku. O, farz marzini yig'ishtirgin. Bunaqa ishni qilib yurguncha chiqqinda. Araba tortib bozorda 3-4 so'm pul top. Shuni yetim yesirlarga yedirgin. Toppa to'g'ri. Ana o'shanda savob bo'ladi. Dada, rizq Allohdan. Men qilaman ham kerak bo'lsa o'sha ishni, lekin namoz o'qishni tashamayman. Menga qara. Endi shu joyda meni eshit. Meni g'ishzavotimda 400 ta odam ishlaydi. Hammasi namozxon. Deylik, meni kayfiyatim yaxshi emas. Mana buni ichmadim. Kayfiyatim buzildi. G'ishzavot o'tirdi.
namozxonlar ishsiz qolsa, ularga kim yordam beradi? Kim? O'sha o'qigan namozlarimi? Yo'q. Men yordam beraman. Dada, rizq Alloh. Bildingmi? Hayolparastlik qilmasdan pulni ketidan quvgin. Men pulni ketidan quvlab mana shu darajaga erishdim. Hozir pul meni ketimdan quvlaydi. Toppa to'g'ri dadasi, toppa to'g'ri. Oling. Siz doim dono gap gapirgansiz, toppa to'g'ri gapirgansiz. Bu tushunmaydi hali. Hey, hey. Qiling, Qara. oling, zaksga qiling, Ketdi. oling. O'g'lingizni xotini ish kuyiga soldi. Endi odam bo'lmaydi. Xotinini dono deydi, xotinini televizori pulti bilan konditsioneri pultiga farqiga bormaydi. Shu ham Menga qara. Man deb turgan go'zal qizlar turganda, erkakman deb uyiga borib tuyalmasdan xotinini ertagayoq birortasiga uylantirib qo'ymaymanmi? Onasi o'pmaganiga. Shaharni eng go'zal qiziga uylantirib qo'yaman. hammani o'zida tilida dostonida dadasi. Endi-chi? Bu bola yaxshi edi. Bo'ldi endi xotin. Yo'q. O'ziga kelib Yo'q. qolar. Endi uyga kirgizmaymiz. Nima, uylantiramizmi dadasi? Uylantiramiz. Zamonaviy qiz beramiz. Diskotekalarga boradigan. Poshnalarni tak-tuk qilib yuradigan siz xohlagan. O'zingga o'xshagan. O'zimga o'xshaganni olib beramiz. O'zini ham eplaydi, buni ham eplaydi. Bizlar bilan o'tirib uzun qiladi, 5ta oladi. Shuni to'g'ri yo'lga solsak bo'ldi. Qilamiz, bajaramiz dadasi. Siz nima desangiz shu. Buni eski holiga tushadi. Nima qilsa qildi bu kelin? Kufsuf. O'g'limizni qara. Dadasi kufsuf qildimikan, ha? Bunaqasini tushunmayman. Ha. Lekin Ha. bunaqalardan har baloni kutsa bo'ladi. Men ham shuni aytaman-da. Necha marta aytganman, ro'molga o'ranib oladi-da, xohlagan ishini qilib yuradi. Dadasi, hijobni niqob qilgan, niqob. Niqob qilgan. Bularniki o'tmaydi. Bo'ldi, olmamidan. Ol. Undan ko'rasi, niqobni hijob qilsa bo'lmaydimi, dadasi? Hijobni niqob qilgandan ko'rasi. Oldik. Hey! Yo Jafarboy, Ye aka, assalomu alaykum. sen boshlab yoribsanmi? Ha? Kanda qilmaymiz biz. Ya qoyil. Shunaqa. Qani anu, kelmadimi? Kelmaydi u. Bir kun uyda yotadi u. Menimcha kelmasa kerak. 2-3 kundan keyin o'ziga keladi. Yo'q, qarab tur, kelmaydi. Chunki menga so'z berdi u. U so'zidan qaytadigan bolalardan emas. Menga qara, kelmasa kelmasin. Ulushimiz o'zimizga yana ham ko'proq bo'ladi. Foydasini ko'proq qilamiz. Tushundingmi? Oldin nech pul toparding? Endi 500 ming topamiz. Nima deding? To'g'rimi? Uyim ichasizmi? Ayo. Jafarбек, bunaqa narsalardan yiroqmiz. Ye aka, men yana bitta sherigimni yo'qotdim. Aziz, o'zimiznikidan qo'y. Bo'ldi. Aka, yomon qilasiz. Bo'lganga yarasha
Men sizni aynib qoldimmi deb o'ylaman unga o'xshab. Ya ukam. Biz unaqa ayniydiganlardan emasmiz. Kim uchun olamiz? Aynimaydiganlar uchun olamizmi aka? Kim uchun olardik? Mana shu davradagilar uchun olamiz. Safimizdan Ha. hech qachon chiqmaydiganlar uchun olamiz. To'g'rimi Aziz? Aziz. Nima deding? Yana okamni aynib yurmagan, ana unga o'xshab. Qani, Nega aynitami? Oldik. biz uncha-muncha ayniydiganlardan emasmiz. Ko'ramiz. Tushunmadim. Hey, to'xtang. Sizga gapiryapman. Eshitmaganlikka olyapsizmi? To'xtang. Ha? Nimaga qochib yuribsiz mendan? Men hech kimdan qochmayman. Qo'rqib ketdingizmi? Xotiningizdan ajrashing, menga uylaning deganimga qo'rqib ketdingizmi? O'sha qop kiyib yurgan xotiningiz mendan aziz bo'ldimi? Ha? Og'zingga qarab gapir. Men bandasidan qo'rqmayman, Allohdan qo'rqaman. Nimaga yovib qoldingiz unda? Men sizga o'nchoqmanmi? Shuncha vaqt mendan foydalanib endi o'nchoq bo'lib qoldimmi sizga? 7 yil umrimni sizga bag'ishladim. Shuncha payt kutib yurdim, ha? Xotinimdan ajrashaman deb yurganingiz qani, ajrashdingizmi? O'nchoq qilib meni aldabsiz-da, ha? Men senga to'g'ri kelmayman. Endi to'g'ri yo'lga kirib qoldingizmi, ha? Endi mana bunaqa kiyimlaringizni kiyib olib, menga bahona qilib, hozir mendan ketib bormoqchimisiz? Bo'ldi, qil. Hammasi o'tib ketadi. Siz hozir o'ylayapsiz, shunaqa kiyim olsam xudogo'y bo'libdi deb o'ylaydi deb o'ylayapsizmi, ha? Shunaqa qilib osongina qutulaman deb o'ylayapsizmi, ha? Mendan qutula olmaysiz, tushundingizmi? Men sizga o'nchoq emasman. 7 yil umrimni xazon qiladigan. Mayli, qutulmay qo'ya qolsin. Xo'sh, nimaga erishasan? Men oldinga yor emasman. Men Alloh yorman. Men sen bilan maza qilib, maishat qilib yura olmayman. Senga ortiqcha pul sarflash niyatim yo'q. Keyin sharoitim ham yo'q. Restoranni, hamma narsani topshirdim. Menga qara, Sevinch. Ertaga qiyomatda bizni yoshligimiz, hoyu havaslarimiz, qilgan maishatlarimiz o'zimizga dushman bo'lib qoladi. Qo'y, undan ko'ra qilinmagan ibodatlar va qilingan gunohlar uchun o'zimiz ko'proq qayg'uraylik. Hozirdan ertaga o'zimizga yaxshi. Endi gunohlaringizni o'ylab qoldingizmi? Ha? 7 yil men bilan o'tkazgan vaqtingiz yolg'onmidi, ha? Men nima qilaman endi? Ha? Bundan buyog'iga gunoh qilmayman deb o'ylayapsizmi endi? Men uchun kim javob beradi? Ha? Endi aqlingiz kirdimi? Shuncha xatolaringizni qilib. Endi ehtimol gunoh qilarman. Lekin ilgari ibodat qilmagandim. Endi esa ibodatim bor. Ha, albatta. Hozir hammaga moda bo'lgan-ku, oldin gunoh qiladi, keyin bitta namoz o'qisam hammasi o'tib ketadi deb o'ylaydi. Unaqa dema. Shunaqa. Hammanglar shunaqa o'ylaysizlar. Hozir hammanglar niqob taqib olgansizlar. Tushundingizmi? Tilingni tiygin. Qilayotgan ishi gunohligini bilib turib baribir qiladi. Hozir namoz o'qisam hamma gunohlarim yuviladi deb o'ylashadi. Sizga o'xshaganlar mana bunaqa 7 yil bitta qizni umrini xazon qilib, keyin bitta islomga berilsam hammasi kechiriladi deb o'ylaysizmi? Sendan iltimos qilaman. Bu gaplarni gapirma, iltimos sendan. Agar o'zingni menga munosib deb bilsang, meni o'zingga munosib deb bilsang, unda sen ham menga men xohlagandek bo'lgin. Ro'mol o'ragan, namoz o'qishni boshla, ibodatni boshla. Nima deyapsiz? Qanaqa ro'mol o'rash? Shunday go'zalligimni qopni ichiga bekitib yuramanmi? Men o'zgarish niyatim yo'q. Menga qarang, meni hayotimni qaytarib bering. 7 yil umrim ketdi siz uchun.
Tushundingizmi? Unda kechirasan, meni ham o'zgarish niyatim yo'q. Agar rostdan ham o'zgarsang, men senga rostdan ham uylanishim mumkin. Men o'qidim kitobda 4tagacha ruxsat bor ekan. Nima deyapsiz? Men nima, birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi xotin bo'lamanmi? Menga bu narsa kerak emas. Men bitta bo'lishim kerak. Tushundingizmi? Menga kerak emas ikkinchi, uchinchi, очередной bo'lish, tushundingizmi? Bitta bo'lishim kerak. Kulgili gap gapirdimmi? Ha? Ha, albatta siz uchun kulgili holat. Ha, siz juda ham to'g'ri yo'ldasiz-da. Men xato yo'ldaman. Bilasanmi? Men senga to'g'ri yo'lni aytdim. Bu yo'l bilan hammasi halol bo'ladi. Meni umuman majburlay olmaysan. Agar qachondir o'zgarishga qaror qilsang, men seni kutaman. Yaxshi qol. Mayli. Voy. Iflos. Xotin! O xotin! Xotin dedim. Ha, dadasi? Ha, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Qanani o'g'ling? Voy, ichkarida uyda. Chaqir bu yoqqa. Hozir, 1 minut hozir. Jon bolam, qara dadang chaqiryaptilar. Hey bola. Nima bo'ldi dadasi, tinchlikmi? Chiqsin bu yoqqa. Namuncha vahima qilasiz? Nimaga jahlingiz chiqadi? Hey bola. Nima bo'ldi dadasi, tinchlikmi? Meni sharmanda qilyapti bu. Voy, nima bo'ldi? Sharmanda sharmisor qildi bu. Xo'p, qo'shnilar eshitadi. Ko'chada misqollab yiqqan obro'yimni to'kyapti bu. Bu yoqqa ke u, namozxon. Assalom. Eshitsa eshitar. Misqollab yiqqan obro'yimni yo'q qildi bu. Ko'cha-ko'yda kimlardandir ish so'rab yurganmish bu. Voy, sekinroq dadasi. Ey, menga qara. Aslida sen ularga ish berishing kerak. Jon dadasi. Dada, men nima qilay? Ishlashim kerak-ku. Iye? Klublarni yopding. Ana u magazinlarni yopding. Sigaret sottirmayapsan hech qayerda. Bankrot bo'ldi hamma yoq. Shu ishmi endi? Halol pul topay deyapman-da. Ha, gap bu yoqda-da. Hoy Menga bola. gap qaytaryapsanmi? Qaytarib ol gapingni, nimalar deyapsan? Dadangga nega gap qaytarasan, ha? Hali bizni pul harom bo'pti-da, ha? Bu halol yasharkanmi? Demak, Hoy men bola, topgan o'ylab hamma gapir. pul harom ekan-da, Nimalar ha? deyapsan o'zim bor deb. Demak, men topgan pullar, bunga yedirganlarim, olib berganlarim hammasi harom ekan-da. Shunaqami? Bo'ldi dadasi. Lekin rostdan ham ming afsuski shunaqa dedi. Hey bola, o'ylab gapir. Yaxshi. Gap yo'q. Halol pul topging kelyaptimi? Unda harom pullaringdan voz kech. Harom pulga kelgan narsalaringdan voz kech. Halol yasha. Bor. Qani, mashinaning kalitini ber. Uyning Voy kalitini dadasi. ham ber. Voy dadasi. Ber deyapman senga. Voy. Ma, Voy dadajonisi. Voy dadasi, jahl ustida unaqa ish qilmang. Jon dadasi. Ushla mana buni. Voy. Voy. Bor yo'qol. Voy dadasi. Voy dadasi. Ket. Jon bola. Sen to'xta. Bolam. To'xta. Voy dadajonisi. Qayt bu yoqqa. Kechira qoling. Shunaqa qiling dadasi. Oyoq kiyimingni Voy. Nima deganingiz? yech. Bu ham haromdan kelgan. Yalang oyoq chiqib ketasan uyimdan. Qani, ustingligini ham yech. Dadasi. Jon dadasi. Bo'pti. Bu meni nomimdan sovg'a bo'lsin senga. Ehson deb bil. Bor yo'qol. Boshqa qilmaydi jon dadasi. Bor deyapman. Unday qilmang dadasi. Bu gapingizdan qayting jon dadasi. Shundoq sovuq kunda Bo'ldi, qayerga o'chir. boradi? Mana shunday bir ikki kun Voy. yursin, keyin o'ziga kelar. Voy dadasi.
voy dadasi, qaytaring, yo'ldan qaytaring. Kech bo'lganda yalang'oq oyoqqa chiqadi. Usti yupinku bolani, jon dadasi. Qaytaring. Bo'ldi, Jon bo'ldi. dadasi, sizni bir og'iz yetganingizni qiladi. Qaytara qoling, jon dadasi. Bo'ldi, kir. Viskini och. Och. Siqilib ketyapman. Och. Yaxshi, yaxshi. Ha, bu yoqqa. Xo'p. Assalomu alaykum. Nech pul bo'ldi, ukam? Aka, mashinangizni men yuvmaganda, boshqa birov yuvganda. Hozir chaqirib Voy, olaman. chaqirchi. Assalomu alaykum. Alaykum. Aliyor, o'zingmiz, ha? Shu yerda ishlayapsanmi? Ha, shu yerda. Qoyil. Gap yo'q. Sen yuvdingmi mani mashinamni? Ha, men yuvdim. Barakalla. Nech pul bo'ldi? Yo'q, qo'yaver, kerak emas. Yo'q, ayt. Ayt, nech pul bo'ldi? Yo'q, kerak emas. Qo'yaver. Hali ham xotin to'yliging qolmabdi-da, ha. Beshol, tan berdim, olib qo'yman buni. Tan berdim senga. O'g'il bola ekansan. Barakalla. Ha, bo'pti. Gaplashamiz. Xo'p. Charchamagin. Xo'p. Ha, oyoqda eding-a, do'stim, sinibsan-u. Ha, battar bo'gur. O'zi 2 kun bor dam olib kelsa yetar. Nimalar deyapsan? Qanaqa 2 kun? 3 kunda? Ular nechta deding? 3 ta. Ha, ana. 3 ta qizga 3 ta. 3 kun 3 ta Bo'ladimi? bo'ladi. Lekin maza qilamiz. Men qolgan narsalarni hal Assalomu qilaman. alaykum. Ha, Aziz, Va alaykum assalom. O, akalar, qalaysan? yangilikni zo'ri bor. Xo'sh. Mashinani nima qilding? Mashinani qo'yib tur. Bizni Aliyor bor-ku. Mo'ykada ishlayotgan ekan. Mashinani o'shanga yuvdirdim. Qoyilmisan? Anu, o'zimizdan chiqib ketganlikmi? Ha, xuddi o'zi, o'sha. Bo'lmagan gap. Men bunga ishonmayman. Qayerda ko'rding? Ha, o'z ko'zim bilan ko'rdim. Mashinani yuvdirishga boruvdim. Bo'pti, qo'yinglar. Ay, yuvgan bo'lsa yuvgandir. Bizga nima farqi bor chiqib ketgan u? Yo'q, aka. Sen qo'y uni. Mashinani nima qilding? Olib keldingmi? Benzin to'ldirdingmi? To'ldirib qo'ydim. Toqqa chiqishimizga tayyor turibdi. Bo'ldi, toqqa chiqib ketamiz. Aka, Aytganimizdek. toqqa chiqib ketishdan oldin. Nima qilibdi ekan? Bor ko'raylik. Shu ozgina prikol qilib. Qo'ysang-chi ana undan, nega qo'ymayapsan? Qo'y o'shani. Qo'ysang-chi uni, nima qilasan uni? Yuruvdi-da, yurgandir-da. Qo'y. Aka, keladi yana yalinib ko'rasiz. U gunohlarimni yuvaman deb mashina yuvishga o'tib ketibdi-da. Aka, bor ko'ramizmi? Qani, sen aytgandek bo'la qolsin. Borsak borib ko'ramiz. Mashina olib qo'yaylik qani. Oldik. Sog'lik salomatlik uchun. Olinglar. Ishimizni rivoji uchun. Omad uchun olamiz. Aka, ancha o'rganib qoldingizmi? Ha, rahmat. Ha, yaxshi. Asr bo'ldimikan? Bo'lib qopti aka. Men kirib tayyorlanib turaman. Borasiz. Bo'pti, xo'p, men ham boraman. Ana bizni qahramon. Ko'zlarimga ishonmayman. Qoyil-ey. Xorma? Xormasinlar. To'g'risi-yu, men ishonmagan edim.
Yigit kishiga 40 hunar oz deyishadi. Qalaysizlar? Qalaysan, Aliyor? Nima gap? Yaxshimisan? Ha, do'stim. Yaxshimi? Ishlaring yaxshimi? Rahmat. Xormi? Gap yo'q. Aytdim-ku sizga. Formasini qarang. Ishonmagan edim. Gaping rost ekan. Aytgandim-ku. Endi shunaqa qilib, shu yerni sen yurg'izyapsanmi? Yo'q, ishlayapman. Mashina yuvyapman. Ha, mayli. Gap yo'q, gap yo'q. Rangini rangiga moslab kiyibsan lekin. Kulrang forma, kulrang ko'ylak. Nima deysak-a? Endi bu qora ishchi emas-da. Ming qilsa ham baribir zodagonda. Yarashyaptimi? O'zingga yoqyaptimi? Endi bir kelib qolmiz, og'ayni. Aliyor, mashinamizni yuvib berasanmi? Shunda asrni o'qib chiqay, olib kir, yuvib beraman. Menga qara o'rtoq, hali ham ko'zing ochilmadimi? Bu yurishing, bu ahvoling, shu namoz o'qish oqibati bu. Kimgadir ertaroq, kimgadir kechroq nasib qilar ekanda. Nima? Mashina yuvishmi? Yo'q, aka. Namoz o'qish. Mayli. Mashinani joylashtirib turinglar, men hozir chiqaman, xo'pmi? Kutib turamizmi aka? Kutib turamizmi aka? Ya qo'ysangchi, ketdik, yur. Assalomu alaykum. Menga qara. Yuvib beraylikmi akajon? Hozir bunday qilasan. Mana buni qo'lidagi ishini olgindi, Qaysi? o'zing davom ettirib qo'y. Xo'p, hozir. Bor. Aliyor aka, Ha, anavi odam sizga mashinasini yuvdirmoqchi ekan. Borar ekansiz. assalomu alaykum. Va alaykum. Ya o'g'lim, topibsan-da ishingni. Ha, nima qilib turibsan? Majoz keldi. Ishingni boshla. Xo'p, kaltingiz bering, ichkariga olib kirib yuvib chiqaman. Kir qilib qo'yasan mashinani. O'zim olib kiraman. Qani ayt, qayoqqa olib kiray? Bu yoqqa, bu tarafga. Ye? Hey! Bu yoqqa kel. O'chirani o'rningni. Nima deysiz? Oyog'imga sachiradi-ku. Bu nima ahvol? Bor latta olib kel, artib qo'y oyog'imni. Endi ish boshlaganman-da. O bola, bunaqasi ketmaydi. Ol lattangni, artib qo'y mana buni. Qurib ketadi dada hozir. Ol dedim, artib qo'y. Olib kel lattangni. Hozir.
Ha? Or qilyapsanmi? Yo'q. Haligi mana. Bo'ldi. Bo'ldi, tur. Yetadi. Yarashadigan ishni qilgin. Dadamning buyrug'ini bajarish men uchun sharaf. Musulmon kishiga halol kasbni hammasi yarashadi. Men halol, harom haqida gapirayotganim yo'q. Obro' haqida gapiryapman. Meni bir tiy qildingiz shuncha odamning oldida. Mashinasi tayyor bo'lsa chaqiraman. Xullas shunaqa gaplar aka. Bugun uyga bora olmaymiz. Biz yo'g'imizda bolalar to'polon qilishgan ekan. Egasi hammamizni haydab yubordi. Ko'chada qoldik. Boshga tushgandek ko'z ko'radi uka. Siz vaqtida shaharning eng zo'ri bo'lgansiz-ku. Tanish bilishlaringiz ko'p. Birortasi bilan gaplashib ko'rmaysizmi? Ukam. Men Allohni taniganimdan beri ko'p tanishlarimdan voz kechganman. Xalqda bir gap bor-ku. Do'stingning kimligini aytgin, men sening kimligini aytaman deyishgan. Sen o'zing birorta qarindoshlaringnikiga borib damin olib Men mana shu yerda ham quluraman. Kemaga tushgan joni bir aka. Qolsak qopmizda, havo yaxshi-ku. Musofir bo'lmagan musulmon bo'lmaydi deyshadi-yu. Kech payt hech kim olib ketib qolmasa bo'ldi. Olib ketmas. Bilasanmi? Yoshligimda she'rlar yozib turardim-da. Shunaqa qobiliyatingiz ham bormi hali? Nima deyapsan? Qani bir eshitaylik-chi unda? Oyim, sen she'r yozgan payting aqlli bola eding deydilar. Xullas, namoz o'qishni boshlagandan keyin bir she'r yozdim. Qani eshitaylik? Aytib beraymi? O'xshamagan bo'lsa kulmaysan faqat. Xo'p. Namoz o'qimasdim men ham bir zamon. Yomon bola edim, juda ham yomon. Muhimi hayotda pul topsam bo'ldi. Nega kerak derdim odamda vijdon. Namoz o'qimasdim men ham bir zamon. Qulog'im kar edi, sust edi iymon. Mol dunyo dardida kunim o'tardi. Osmon bola edim, juda ham osmon. Namoz o'qimasdim men ham bir zamon. Garchi dinim islom, o'zim musulmon. Menga muhim edi ibodatdan ham. Har kuni ayshu ishrat, to'kin dasturxon. Bir kuni tushundim, bu noto'g'ri yo'l. Bir kuni tushundim, g'aflatda ko'ngil. Bir kuni tushundim, tun bo'yi yig'lab, qabr azobini, o'limni eslab. Namoz o'qimasdim men ham bir zamon. Bugun ming shukrki, qo'limda Qur'on. Qo'limda joy namozu, tilimda tavba. Hayolim namozda yashayman har on. Namoz o'qimasdim men ham bir zamon. Qalay? Zo'r chiqibdi aka. Shu paytgacha bunaqa she'r eshitmagandim. Bundan keyin ham eshitmasam kerak. Shuning uchun vaqtida boshlashim kerak edi-da. Har kuni pushaymon qilaman. 30 ga ham kirib qopman, 30 ga kiribman. To'g'ri. 20 yoshda, 25 yoshda mayli borani. 26 yoshda. Bunda aql kirmaydimi menga, ha?
Muhimi kech bo'lsa ham xatolaringizni anglab yetib, to'g'ri yo'lga qaytganingiz. To'g'ri yo'lga qayta olmaganlar qancha? Bu haqda o'ylab ko'rmaganlar qancha? Shu narsani tushundimki, hamma ishni qo'yib, birinchi navbatda namoz o'qish kerak ekan. Shu narsani tushuntiradigan odam bo'lish kerak. Bilasanmi? Har bir bolani oilasida yoshligidanoq hammasidan ham zaruri senga namoz. Birinchi o'rinda namozni o'qigan, keyin boshqa ishlaringni qilsang ham bo'ladi degan odam bo'lish kerak ekan. Menda shunaqa odam bo'lmagan. Ota-onam ish bilan band. Bobom bilan buvimdan uzoqda yashaganmiz. Qo'shnilarim o'rgatmagan. Hamma ichishni, chekishni, qizlarning nomerini qanday qilib olishni o'rgatishgan. Shunaqa qilib Ayshu ishrat o'tkinchi xoyu havaslar bilan 30 ga kirganimizga nima deysan? Mayli. Tanganing ikkinchi tomoni ham bor aka. Muhimi, endi siz farzandlaringizga o'rgata olasiz. To'g'ri aytasan. Unda aka, siz bu yerda yoting, men Nargisda yotaman. Lekin menga toza havoda yotish yoqyapti. Yulduzlarni tomosha qilib, Zora ilhom kelib, yana bitta yaxshi she'r o'qivarsiz. Mayli aka. Xayrli tun. Ehtiyot bo'ling. Sumkani o'g'irlab ketishmasin. Juma namoz abid paytida bo'lar shekilli. Eng zo'r gaplarni bu shaharda men gapiraman. Mendan zo'r gapirayotgani yo'q hozir. Bilasanmi? Yaxshi. Bilmaganlarga yetkazib qo'ygan. Ko'pchilik o'zini aqlli ko'rsataman deb shunaqa yuziga maska taqib olgan. Odamni mana bu yeri toza bo'lish kerak namoz o'qigandan keyin. Siz zo'r bo'lsangiz ham bu birovlarni kamsiting degan emas-ku. Yegan noningga shukr qilmayapsan-u, bir kunda mana bu yerga 8 ta qiz ish so'rab keladi. Va bu yana nasihat qilasanmi? Men aqlsizman. Men senga namoz o'qimasdim. Men ham bir zamon. Aka, qanday yaxshi bola edi-ya. Jonajon o'rtog'im edi. Shunchalik ham aynib ketadim. Sharmanda bo'ldi-da hamma yoqda, sharmanda. Buni o'ziga keltirsa bo'ladi. Xo'p, Qanaqa ekan? 50 gram ichiga tushsin. Oldinga aliyor bo'ladi qo'yadi. Nima deding? aka. Ko'rishamiz. Mana shunday uyga borib kiyimlarimni almashtirib Bo'lmasa, boyga gaplashgan joyimizni harakatini qilaverlaring. bo'pti. Qani? Men o'sha yerga aliyorni olib boraman. Aha. Bo'pti, biz borib turaveramiz. Bo'ldi, xo'p. Xo'p. O'zim olib boraman aliyorni. Xo'p. 50 gram ichiga kirgandan keyin o'ziga keladi, sayriydi. Bo'pti, borarsizlar. Mayli, bo'pti, gaplashamiz. Aliyor. Aliyor. Bu yoqqa. Qalaysan, yaxshimisan? Ha, rahmat, xudoga shukr. Charchab qolmayapsanmi? Yo'q, rahmat. Ancha o'zgarish bor, yuzingdan nur yog'ilyapti. Rahmat. Nimadan endi bu dalolat? Insonning qalbidagi fikrlari yuzida aks etar ekan. Bu gapirishlaringdan, fikrlashingdan ko'p kitob o'qiyapsan shekilli, a? Ehtimol. Oldingidan ko'pligi aniq. Chunki oldin umuman kitob o'qimagan. Menga qara, Aliyor. Nima, sen bizni yomon ko'rib qoldingmi? Yo'q, nega? Bandasidan nafratlanmasligi kerak. Hisob kitobni ham, baholashni ham yaratganga qoldirgan ma'qul.
Ha, gap yo'q. Senga bir gap gapirib bo'lmaydigan bo'lib qopti. Bir gap gapirsa birdan 2-3 ta gaplar gapirib yuborasan. Endi har nima bo'lganda ham biz senga oldingidek ulfatmiz. Aliyor, bolalar sendan xafa. Yonimizga borib turishing kerak. Boraman aka, boraman. Ularni xafa qiladigan ish qilganim yo'q-ku. Hamma gap shunda-da. Xafa qilyapsan-da. Oxirgi paytlar umuman bormay qo'yding. Hissamdan kechdim degani aloqani uzdim degani emas-ku, to'g'rimi? Hozir ayni payti. Mana shuni isbotlash uchun men bilan yurasan. Xo'p, kam. Bunaqa paytda yaqinlarni tashab qo'yish yaxshi emas. Ayniqsa bizni boshimizga tashvish tushganda. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Borganda aytaman. Shuni o'tirib, bafurja tushuntiraman. Ichkilik bo'lmaydimi ish qilib? Bilasan-ku, bizda majburlash yo'q ukam. Sen xohlamasang bo'lmaydi. Nima qildik? Boramizmi? Hozir 1 daqiqa. Oybek, Ha aka. qara va. Kiyimlaringni almashtirib olgin bo'lmasa. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana bu kiyimlarimni olib qo'ygin. Mayli, yaxshi borib keling aka. Men kutib turaman. Tezroq bo'l. Xo'p. Hozir kelaman. Voy, menga nima bo'lyapti? Ah, yuragim. O'lyapman. O'lib qolaman shekilli. Iye, o'rtoq, qalaysan? Yaxshimisan? Keldingmi? Yaxshimisan, qalaysan? Nima gap? O'tiribman mana. Hozir senga zo'r tomosha bo'lyapti. Qanaqa tomosha? Hozir ko'rasan. Aliyordan alamingni olasan. Ha. Agar u kelsa men ketaveray unda. Ya, jinnimisan, o'tirur. O'zingni noqulay his qilma. Ke, o'tir. Qaranglar kimni olib keldim. Qani? Keling. O'tir qani. Qani? Olinglar. Qani qo'ychi? Hozir.
Endi xullas, shu maslahating kerak. Xo'p, Ishlar hozir yomon emas, lekin oldin sen ishlagan paytingda ancha yaxshi edi. To'g'risi. Shunga seni maslahating kerak. Nima maslahat berasan? Qanaqa qilsak ishimiz yurishib ketadi? Nima sababdan yurishmayapti? buni sababi aka mana shu. Abu qiziq gap bo'ldi-yu. Abusiz ish bo'lmaydi-yu. Agar qanaqadir maslahat kerak bo'lsa, birinchi o'rinda shu ichkilikni yig'ishtirib, boshqa yo'nalishda ish boshlash kerak. Men bundan tuzukroq maslahat chiqarmikin desam, gapirgan gapini qara. Undan keyin biz nima bo'ladi ishimiz? Kasod bo'lishini xohlayapsanmi? Yo'q, men kafolat beraman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Men o'rganib chiqdim. Rosa ko'p o'yladim. O'ylanib chiqqan, o'ylagan. Zo'r bo'ladi. Qani eshitaylikchi? Xo'sh, nima haqida o'ylading? Endi shu oilaviy kelib ovqatlanadigan birorta restoran ochsak, birga hammamiz. Bolalar men bora qolay. Boravering. O'tir, borasan. Mayli. Kelishdik. Seni hamma aytganingni qilamiz. Faqat sharti bor. Bitta sharti bor. Qani, quychi? Hozir. Shartim shuki, mana shuni oxirigacha ko'tarsak, sen aytgan hamma talablarni bajaramiz. Erkakning gapi bitta bo'ladi-a? Ha? To'g'ri. Qani, olchi. Men ichmayapman-ku, bilasiz-ku. Axir ichmagan erkak erkakmas degan kim edi? O'zing emasmiding? Oldidim men senga. Bu o'zi Ey, bir ahvolda bo'lib turibdi-yu. olib chiqib tashlang bo'lmasam. Tushundingizmi? O'tirmasin bu yoqda. Nima bunaqa gapiryapsan? Bugun ichmasam, ertaga ichaman. Hozir ichasan. Erkak kishi ichadi, tushundingmi? Erkak kishi har kun ichadi. Ichmasam hozir erkak bo'lmay qolamanmi shunda? Ha. Erkak bo'lmaysan. Toppa Ich. to'g'ri. Ichasanmi? O'zingga o'xshagan, Ey, tushundingmi? menga qara, ichasanmi o'zi? Icha olasanmi? Ichadi. Ha? Ichaman. Icha olasanmi? Meni gapim hech kim ikki qilmagan. Ich. Hech. U Ha? paytlar boshqa paytlar edi aka. Ol. O'rtoq. Sen menga bir gap aytganding. Yigit kishi har bir aytgan gapiga sen aytgansan, ichmagan erkak emas deb. Ich erkak bo'lsang. Meni kim deb hisoblasanglar ham men ichmayman. Qani ol. Bo'pti, men bordim. Yo'q, bu qayoqqa ketyapti? Mayli, sizlar yaxshi o'tiringlar. Fikringlardan qaytib qolsanglar yana qo'ng'iroqlashamiz. Aka oling. Ich. Ichib turing mana buni. O'tkazib yuboring iltimos. Yo'q, hech qayoqqa bormaysan. Sen oldin ich. Xo'p, Diloraxon, keyin gaplashamiz. Assalomu alaykum. Kutib qolmadingizmi aka? Xo'sh. Birato'lasi tashxis natijalaringizni ham olib keldim. Yana 2-3 ta doktorlarga ham kirib, tashxislaringizni joylab, og'riq ko'tarib yurmang dedim-da. Berib keldim. Rahmat. Xo'sh, Iskandar aka, nimadan shikoyatingiz bor? Asosan nima sizni bezovta qiladi? Men soppa sog'man. Faqat bir yuragim sanchdi. 15 minutcha qo'yib yubormadi. Shu xolos. Qolgani hammasi joyida. Mana yuragingizda ishemik kasalliklar bor ekan. Bu nima deganing? Endi bilasizmi, yurakda ozgina qon yaxshi aylanmasligi sababli, bilasizmi, ishemiya kasalliklari kelib chiqadi. Undan tashqari koronar qon tomirlari kasalliklari ham kelib chiqadi. Vaqtliroq kelganingizda yaxshi bo'lardi.
Keyin mana qarang, bu yerda jigaringizni holati ham uncha yaxshi emas. Qonni yaxshi filtr qila olmayapti. Jigaringiz yaxshi ishlamayapti. Bunga nima sabab? Bunga sabab alkogol, tamaki mahsulotlarini me'yoridan oshirib, muntazam ravishda ichib, chakib kelgansiz. Buni hisobiga o'pkangiz ham yaxshi ishlamayapti, jigaringiz deyarli ishlamayapti. Iskandar aka, juda ko'p ichasizmi? Endi erkak kishi sal-pal ichib turadi-da. Menimcha sal-pal emas. Juda ham ko'p ichganga o'xshaysiz. Qolaversa, kislorod yetishmayapti yuragingizga. Bunga sabab tamaki mahsulotlarini ko'p iste'mol qilyapsiz. O'pkangizni qiynab qo'yyapsiz. Yoshingizni hisobga oling, Iskandar aka. Mana o'pkangizda ham juda yomon o'zgarishlar bor. Umuman meni kasalga, tuzalmas kasalga chiqarib qo'ydingizmi deyman? Nima? Meni kelishimni kutib turuvdinglarmi deyman? Yo'q, nega unaqa deysiz? Sizni kutib turganimiz yo'q. Tashxis natijalaringizga qarab aytyapman. Hozir kiradigan doktorlaringizni o'zim gaplashib chiqdim. Gastrolog, endokrinolog, keyin kardiologlarga kirsangiz, tashxislaringizni hammasi ularda bor. Menga qara. Hamma doktor bir doktor emasmi? Nima deganing bu? 3-4 ta doktorga kirib chiqasiz deyapsan? Undan ko'ra menga sanatoriyagami, kurortgami yo'llanma yozib ber. Men borib biron hafta dam olsam, bo'ldi, hammasi joyiga tushib ketadi. Bilasizmi Iskandar aka? Bu juda ham siz o'ylaganchalik oson narsa emas bu. Hammasi juda ham jiddiy. Bu kurort sanatoriyalar bilan bitadigan oddiy kasallik emas. Davolanishingiz kerak. Muolajalar olmasangiz bo'lmaydi. Nima? Men o'lamanmi? Yo'q. Bunaqa vahimaga tushmang, tushkunlikka tushmang. Agar Xudo xohlasa, mana shu vaqtida davolansangiz, hammasi joyida bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi, Xudo xohlasa. Xudo xohlasa deganing nimasi? Sen shifokorsan-ku. Doktorsan-ku. Sen meni davolay olasanmi o'zi? Nega Xudo xohlasa deyapsan? Qiziq odam ekansiz u. Siz na menga ishonmasangiz, na Xudoga ishonmasangiz, men sizni qanday qilib davolayman? Odam degan bunaqa bo'lmaydi-da, aka. Uzr, lekin men buni sizga ataylab gapirmoqchi emasdim. Siz majbur qilib qo'ydingiz shu gaplarni gapirishga. Agar siz menga ishonmasangiz, davolanishni xohlamasangiz, men sizni davolay olmayman. Axir rostdan ham tuzalamanmi shunda? Endi hammasi yaratganga havola. Yana yaratgan deydi-ya bu. Hammasi yaxshi bo'ladi, Iskandar aka. Faqat tushkunlikka tushmasdan mana shu muolajalarni vaqtida olsangiz, Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Bularni ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Hozir mana sizga yana o'sha 4 ta dorilar yozib beraman. Mana shu dorilarni iste'mol qilsangiz, hammasi joyiga tushib ketadi. Immunitetingizni ko'tarish kerak. Xo'sh, keyin mana bu 3 ta xonani raqamlarini yozib beraman. 607, xo'sh, 517. Hammasiga aytib qo'yganman. Tashxislaringizga qarab ular ham dorilar yozib beradi. Ahvol juda ham jiddiymi? Eng muhimini aytaymi? Hayot tarzingizni o'zgartiring. Lekin tuzalib ketasiz. Buni vaqtida oldin olmasak, oxir-oqibat yomon bo'ladi. Juda ham tushkunlikka tushmang. Hammasi yaxshi bo'ladi.
Hali kurortlarga borishga ham ulgurasiz. Xudo xohlasa degin. Xudo xohlasa. Sog'ayib keting. Rahmat. Yaxshi. Mayli aka. Oling aka. Qadrdonlik uchun, har doim oldimizda turganlik uchun. Men keta qolay. Sen shoshma Aliyor, gapim bor. Sen-ku mayli, aytgan gapingdan qaytarsan. Mayli o'zgargandirsan. Lekin biz o'zgarmadik-ku. Biz o'sha hali ham sen bilan yaqin qadrdonmiz. Xo'sh, Shuncha narsani o'ylabsan. Shunchalik aqlli bo'lib ketibsan. Oqibat haqida o'ylamadingmi? Akamiz, do'stimiz. Senga eng yaqin do'stmiz-ku. Do'stlik tugadimi? Oqibat qani? Oldin har kun birga edik. Har kun nima qilsak birga qilardik. bugun hali ham o'zim ko'rib qoldim. Ko'rmasam kelmasdi bu yerga. Menga qara, butun restoranni senga tashlab ketdim. Yana nima qilishim kerak? Bizga restoran emas, bizga do'stimiz kerak. Oqibat kerak. Restoran topiladi. Oxiratimni kuydiradigan oqibatni menga kerak yo'q, tushundingmi? Iltimos aka, o'tib ketay, oching. Mayli. Ishlaringga omad. Mayli. Menga qara Aliyor. Oilangda faqat qizlar ekan-a? Ey, Emas, ayol kishining ishini qilma. Erkaklar uchun oling aka. seni fikring men uchun bir tiyin. Bir kun sen ham o'zingni fikringdan qaytasan. O'shanda gaplashamiz. O'sha payt gaplashamiz. E'tibor bermanglar buni gapiga. Ol. Lekin aka, bekor qildinglar-da. Nimasini bekor qiladi? Nimasini bekor qildik? Endi to'g'risi hamda. Kunduzi masjidga borib, kechqurun san klubingga kelmaydi-yu. Sen menga aqllilik qilmagin. Men to'g'ri gap aytdim. O'rtoqman deydi-yu. Agar ozgina oqibati bo'lganda, mashina o'tirardi. Mayli, ichmasin, chakmasin, lekin o'tirardi. O'rtoqman deysan-u. Dushmanning gapini gapiryapsan. Menga qara, aqlli. Sen shunchalik aqlli bo'lgan bo'lsang, qarzingni qaytar. $2000 qarzing bormidi mendan? Shuni yuzimga solaverma bo'ldi. Qaytaraman. Qachon? Bo'ldi, yuzimga solmagin. Bor chiq. O'sha pulni olib ke bor. Bo'l, tur. Bularni hammasi aqlli aka, hammasi. Endi bunga nima bo'ldi? Tushunmayapman. Jafar, Nima? Gapir. aslida sana oilangda o'g'il bola yo'q ekan. Nima? To'xta. Nima deyapsan, to'xta? To'xta. Nima deyapsan? Qochay. Voy Jafar, Yu. Jafar, Jafar, nima bo'ldi? Jafar. Nima bo'ldi? aka, Nima qildi? Ko'zingni och. Jafar. Nima Jafar. bo'ldi? Jafar, bor doktor chaqir. Doktor chaqir. Jafar, Tez yordamga qo'ng'iroq qil. ko'zingni Jafar. och. Jafar, ko'zingni och, o'rtoq, bor. Yugur, bor. hozir. Tez bo'l. Jafar, Jafar. o'zingga kel, o'rtoq, Jafar. Ko'zingni och. Jafar. Unaqa qilma, Jafar. O'zingga kel, Jafar deyapman. Jafar, ko'zingni och. Bizni qo'rqitma. Jafar. Jafar, ko'zingni och, iltimos. Jafar, kalima qaytar. Jafar.
kalima qaytar, Jafar. 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 Bo'ldi, qiynama. Jon uzildi. Balkim yaratgan menga ishora bergandir. Har kimga har xil yo'l bilan qalbiga sop qo'yarkan. Men o'zimni sog'lomman, haliyam navqironman deb ayshi ishratib yuraveribman. O'g'limni aqli yetgan narsaga meni aqlim yetmasmidi, a? Men shunchaki nodonlik qildim. Aqlim yetadigan narsani tan olgim kelmadi. Mana oqibati. Agar bu ishoraga befarqlik bilan qarasam, oqibati yaxshi bo'lmasligi aniq. Bu doktorning ham gapida jon bor. Hayot tarzimni o'zgartirishim kerak. O'g'lim tanlagan yo'lni to'g'riligini o'g'lim isbotlamadi. Taqdirni o'zi menga isbotlab qo'ydi. Tezroq borib, o'g'limdan uzr so'rab, uni uyga olib kelishim kerak. Bugunoq shunday qilaman. Bu yog'iga endi hayotimni o'zgartiraman. Mard yigit edi. Zo'r edi. Lekin ko'zi ko'radi. Men uni ikkita ko'zini aytmayapman. Qalb ko'zini aytyapman. Afsus. Bizni undan hech ham farqimiz yo'q. Bugunoq boraman-da. Soqolimni olib tashlayman. Sirti boshqa, ichi boshqa bo'lib yashash jonga tegdi. Men bunaqa bo'lishini xohlamagandim. Agar uni o'lishini oldindan bila olganimda edi. Bir marta emas, 1000 marta urushiga turib bergan bo'lardim. Bilasizlarmi? Men bir narsaga amin bo'ldim. Bizni rejamizda o'lim yo'q. Lekin ajalni rejasida biz bor ekanmiz. To'g'ri. Shunday ekan, ertaga nima bo'lishini, qay ahvolda o'lishimizni hech kim bilmaydi. To'g'ri aka. Shunday yigit mast holatda bu dunyoni tark etdi.
Savol javob qanaqa bo'lar ekan? Kecha aynan men ham shu haqda o'yladim. Kechasi bilan uxlolmay chiqdim. Nega bilasizlarmi? Chunki uni o'rnida o'zimni tasavvur qilib ko'rdim. Ha. Eng yomoni ko'z oldimda kalima qaytara olmay o'ldi. Buni qanchalik dahshatligini tasavvur qilyapsizlarmi? Ehtimol kimdir meni yillar davomida to'g'ri yo'lga boshlasa, balkim ishonmasdim. Bor toshini ter degan bo'lardim. Lekin mana shu 2 soniyada bilasizlarmi? Eng yaqinimiz kalima qaytara olmay olamdan o'tganini ko'rib, to'g'risi ko'zlarim moshdek ochildi. Aliyorning gapi to'g'ri ekan. Ichkilik sotishni ham, ichishni ham yig'ishtirish kerak. To'g'ri. Yig'ishtirishimiz kerak buni. Aks holda Jafari holiga tushishimiz mumkin. Gapingda jon bor. Bu ishning oxiri yo'q. Kelinglar bir ish qilamiz. Mana bu ishni tugataylik-da. Aliyor oldiga borib ishimizni maslahatlashaylik. Bundan keyin qanday ishlaymiz, qanday yashaymiz? Maslahat qilib boshqa yo'lni tutaylik. Har holda bizga to'g'ri maslahat beradi. Nima dedinglar? To'ppa-to'g'ri. To'g'ri aka. To'g'ri gap aka. Bu dunyoga odam bo'lib keldik. Hayvon deb o'tib ketmaylik. To'g'ri aytasan. Yuringlar. Hozirroq boraylik. Xo'p, ketdik. Ketdik. Qani? Aliyor. Aliyor. Assalomu alaykum dedi. Va alaykum assalom. Aliyor, yaxshimisan? Oloyor dadajon. Uzr. O'zim ham unutay yozibman. O'zim qo'ygan ismni. Juda ham o'zgarding o'g'lim. Shunchalik o'zgarib ketdingki, meni yomon ko'rib qolding-a. Yo'q dadajon. Sizni yomon ko'rmayman. Farzand har doim farzand. Ota har doim ota o'rnida qoladi dada. Meni yomon ko'rmaysanmi? Yo'q dada. Bo'lmasa nega uydan ketding? Endi o'zingiz ket deganingiz uchun ketdim-da dada. Uzr so'rab uyga qayt desam, qaytasanmi? Dada, siz nima desangiz shu, lekin baribir hech narsa o'zgarmaydi-da. Ko'p narsa o'zgardi, o'g'lim. Seni qalbingga tushgan hidoyat meni ham qalbimga tushgandir. O'g'lim, iltimos, mashinaga o'tir. Yech mana bu kiyimlaringni. Tezda topshirgin-da, ketamiz. Bo'la qol. Dada, ishlarim yaxshi, qo'yavering. Baribir o'zim
ta'minlashim kerak. Axir sen ham otasan, farzandlaring bor. Meni tushun. Bu ertaga farzandlaringdan qaytmasin deyman. Ketdik o'g'lim. O'tir. Yur. Samira! Pizza zakaz qildim. Qanisan? Voy, qayerga ketdi? Bitta uyda yashab turib, bu qizni topib bo'lmaydi. Bu nima kitoblar ekan? Qayerdan oladi bunaqa kitoblarni? Namoz o'qish qoidalari. Hali buni qoidasi ham bo'lar ekanda. Namoz ko'zimning nuri. Namoz o'qish qoidalarimish. Namoz o'qish qoidalari. 40 hadis. Qani nima ekan bir o'qib ko'raychi. Bu hadisi nima bo'ldi ekan? Bir kuni payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallam Subhanaka Allahumma va bihamdika va tabaraka ismuka va talla jadduka. Iye? Dada, muborak bo'lsin. Rahmat o'g'lim. Xo'sh. Qalay? Yarashibdimi? Yarashibdi. Bo'lmasa dada bir duo qiling. Men ishga boray. Albatta duo qilaman. Seni duo qilmasam kimni duo qilaman? Axir o'zimni o'g'limsan-ku. Faqat bitta iltimosim bor. Shu bizani uyda qibla qaysi tomonda? Bering dada. Men o'zim sizga ko'rsatib beraman. Sendan so'raganim yaxshi bo'ldi o'g'lim. Ko'nglim to'ldi. Har doim mana shu tomonga qaraysiz. Endi 5 vaqt o'qimoqchimisiz, Xudo xohlasa? Ha, 5 vaqt niyat qildim o'g'lim. Yana qazolarim ham bor. 40 yilgi qazolarimni yetkazib o'qib olishim kerak. Alloh nasib qilsin dada. O'g'lim, Duo qiling. ilohi omin. Omadingni bersin. Yo'ling oq, safaring bexatar bo'lsin. Allohu akbar. Mayli, boraver. Sog'indinglarmi bolalarim? O'g'lim mana, qizim. Men sizlarni juda ham sog'indim. Uyga ketamizmi, dada? Sizlar ketamiz desanglar ketamiz, xo'p? Xo'p. Yaxshi-da. Uyga ketaylik. Sog'indinglarmi meni? Sog'indingmi? Sen tishingni ko'rsatchi. Sen, singlingni tishi to'kilmabdi. Qara, tushmabdi. Mani tishlarim to'kilmadi. Qani meni mahkam quchoqlaylarchi. Xo'p. O'g'lim, kiyimimiz bir xil bo'ptimi? Mana menda ham do'ppi bor. Mana dadam Qalay? qorala. Yaxshilab. Jonlarim meni. Gap yo'q.
Boringlarga shukr. Ukam qarab orasizmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Xizmat aka. Mana shu joy namoz nechi pul? Bu joy namozlarimiz 500 ming so'm. Yaxshi ekan. O'zingizgami? Yo'q, oyimlarga sovg'a qilmoqchi edim. Aha. Oyim ham namoz o'qishni boshladilar. Ha, yaxshi. Yaxshi ekan. Juda yaxshi. Muborak bo'lsin. Rahmat. Hozir. Oho. Zo'r. Zo'r. Ma'qulmi? Menga yoqdi lekin. Menga ham yoqdi. Yaxshi niyat Juda bilan. yaxshi. Yaxshi niyat bilan al-hilol deb qo'ydik nomini. Oo. Xudo xohlasa, haqiqiy Bezaklari ham al-hilolga mos. Qara. Go'zal bo'pti. bu yerda spirtli ichimliklar ichilmaydi. Chekishga ruxsat yo'q. Ayni muddao. Xuddi o'sha ishimizni endi boshqacha yo'nalishda davom ettiramiz. Ha, ajoyib joy. Ko'rgan sari odamni ko'zi quvnaydi. Ikkinchi qavatni ham ko'rsataymi? Bundan ham chiroyli. Qani? Ketdik. Ko'raylik. Yuringlar. Masalloh, masalloh. Juda yaxshi narsa o'ylabsiz. Meni qoyil qoldiryapsiz. Xudo xohlasa bu mana 100 tacha xonadonga osh tarqatamiz. Ana, yo'q, qoyil yigitlar charchamayapsizlarmi? Assalomu alaykum. Rahmat. Yo'q, rahmat. Sizlardan bitta iltimos. Oxirigacha qarashib borasizlar endi. Savob oxirigacha bo'lsin. Xo'p, xo'p. Mashinaga yuklashib borsanglar iltimos. Xo'p. Xo'p. Men o'zim ham qarashib boraman. Kelinglar. Qani? Bismillah. O'tiring. Tagidan shu olasizlar. O, Bunaqa holatda yonidan ushlab bo'lmaydi. Gap yo'q. siz shu yerda taxlayvering, akajon. Xo'p. Olib kelaveringlar. Yaxshi bo'ldi. Sig'armikan hammasi? Menimcha bir martada olib bora olmaymiz-ov. Bu ishimiz Ramazonning birinchi kunlaridan bo'layotgani juda xayrli, ayni muddao bo'lyapti. Zichroq taxlayvering. Barchalarga rahmat. Rahmat yigitlar. Sog' bo'linglar. Iye, doktor, Assalomu alaykum. o'zi sizni oldingizga kelayotgandim. Qani? Yo'q, ovora bo'lmang. Mazam yaxshi. Aha. Sizga rahmat aytgani keldim. Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. O'sha kuni bir ikkita gaplar gapirgan bo'lsam, uzr so'rayman. Yo'q. Hech qisi yo'q. Qattiq gapirib yubordim, bilmasdan gapirib yubordim. Tushunmagan ekanman.
Mana endi ko'p narsani tushunib yetdim. O'sha kuni hamma kasalliklarimni sanab o'tdingiz-u, bitta kasallik esingizdan chiqib qoldi. Nima kasallik ekan, xo'sh? Huzur, halovat to'g'risida gapirmagan ekansiz. Bilaman, sizlarda behalovatlikni o'lchaydigan apparat yo'q. Sabab shu ekan hammasiga. Mol dunyo topdik, aysh ishrat qildik. Lekin yurakda, ko'ngilda halovat bo'lmasa, foydasi yo'q ekan. Men juda kech tushundim. Sizga rahmat, doktor. Xafa qilgan bo'lsam uzr. Yo'q, nimaga unaqa deysiz? Siz sog'ligingiz yaxshi bo'lsa, biz xursand bo'lamiz. Shunda o'z vazifamizni bajargan bo'lamiz. Rahmat sizga. Xo'p, mayli, keling yana. Yo'q, rahmat. Men otdekman. Sog' bo'ling. Mayli, bo'pti. Yaxshilikda ko'rishaylik. Sog' bo'ling. Bor bo'ling. Rahmat, doktor. Boshqa ishlaringni qo'y. Bolam namoz o'qigan. Gaplarim quloqqa qo'y. Bolam namoz o'qigan. Kimdir shart emas deydi. Bir kun pushaymon yeydi. Bugundan boshla endi. Bolam namoz o'qigan. Qo'yib barcha yumushni. Kutmay yoz yoki qishni. Kechiktirma shu ishni. Bolam namoz o'qigan. Dema yoshim juda yosh. Internetdan ko'tar bosh. San topkin sabru bardosh. Bolam namoz o'qigan. Ko'pi zarardir uyqu. Allohga itoat bu. Eng go'zal ibodat bu. Bolam namoz o'qigan. Yurmagin xayol surib, ko'cha kuylarda yurib, 5 mahalga ulgurib bolam namoz o'qigan. Xafa bo'lmagin darrov, g'aming ko'rmasin birov, bolam namoz o'qigan. Ishonganing men emas, yolg'iz Alloh bo'lsin bas, yodingda tut har safar, bolam namoz o'qigan. Boshqa ishlaringni qo'y, bolam namoz o'qigan. Gaplarim quloqqa qo'y, bolam